6, 7, ketdi. Mana bunday aziz obunachilarimiz uchun yangi stilda katta qafaslarimizni tayyorlab qo'yganmiz. Bitta baho berasizlar. Qafasimiz juda ham mana chiroyli ko'rinishda yonib turib qafasimiz. Mana xonalarni orqasiga olib qo'yib, brus qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Aqlli tayyorlab qo'yganmiz. Ko'pchilar mana gigantlik uchun bo'yimiz yetmayapti. Sizlarni bitta baho berasizlar azizlar. To'p uyalarga apshipka qilib juda ham chiroyli holatda tuxum yumalab ketmasligi uchun maqsadida ham chiroyli ko'rinib turish uchun apshipkalarni qilganmiz. Keng holatda uyalari ham qisilib qolmaydi. 35 ta jami uyalari bor va bitta qarlash xonasi bor. Mana bu yerda qo'shimcha uyalar mavjud. Qo'noqlar ikki qator yo'qraga tortganmiz. Mana bu yerda ham mana attenni qo'noqlari bor. Qafasimizni pollarga keladigan bo'lsa, mana konteyner bilan bemalol tekshiriladigan laminat pollarimiz. Materiallarga keladigan bo'lsak, 5 ga 5 qalin stenada temir ugonliklarimiz, zavodskiy ugonliklarimiz, setkalarga bitta baho beramiz. 5 ga 1,5 setkalarimizdan qalinidan bosganmiz. Eshiklarga attenni baho beramiz mana bu yerda. Nerjikalar qo'lbola qilib tayyorlaganmiz. Tagida mana sitra kaptarlar uchun kirib chiqish uchun qo'ltichkalar mavjud va bemalol qulflab uzoq safarga ketsangiz ham bo'ladi. Oyoq ro'liklari ham yengil harakatlanadi. Bu yoqdan bu yoqqa jildirish mumkin qafasimiz. Razmerlar uzunligi 2.30 ga, yon tomoni esa 1.85 ni ichiga oladi. Balandligi esa ko'rib turganingizdek 2.60 sm.